Prezidentimizning qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya tarkibida Temurbeklar maktabi, harbiy akademik litseylari tashkil etildi. Buyuk davlat arbobi va sarkarda Sohibqiron Amir Temurning vatanga sadoqat, el yurtni ardoqlash, mardlik, fidoyilik va adolatparvarlik kabi yuksak fazilatlari yosh avlod uchun o'rnak bo'lib xizmat qilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bugungi kunda yoshlarni buyuk ajdodlarimizga munosib, har tomonlama yetuk va bilimli, vatanparvar kadrlar etib tarbiyalash ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Davlatimiz rahbari ushbu harbiy akademik litseyni ochishdan maqsad o'quvchilarda xalqimizning ma'naviy ma'rifiy qadriyatlariga, uning madaniyatiga va urf-odatlariga chuqur hurmat tuyg'ularini rivojlantirish, ularga halollik, vijdoniylik, vatanparvarlik, sadoqat, fidokorlik singari shaxs sifatlarini o'rgatish ekanligini ta'kidlagan. Shuningdek, ushbu harbiy akademik litsey o'quvchilari milliy g'urur tuyg'usini, har qanday tahdidlarga qarshi tura olish ko'nikmasini o'zlarida shakllantiradilar. Yurtimizning turli hududlaridan tanlab olingan yoshlar avvalo vatanparvarlik, sadoqat hamda jasorat tuyg'ulari bilan tarbiyalanadilar. Harbiy akademik litseyda 5 ta kafedra: psixologiya va tarbiya, ijtimoiy fanlar, filologiya fanlari, aniq va tabiiy fanlar va kasbiy amaliy fanlar kafedralari tashkil etilgan bo'lib, ularga yuqori malakali pedagoglar ochiq tanlov asosida qabul qilingan. Litsey ijtimoiy gumanitar yo'nalishga ixtisoslashgan bo'lib, tarix, ona tili fanlari va xorijiy fanlar chuqurlashtirib o'qitiladi. Ushbu ta'lim maskanining har bir sinf xonasida dars jarayonini yuqori texnologiyalar vositasida tashkil etish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Elektron aqlli doska, zamonaviy kompyuter, yana boshqa yangi texnologiyalar har bir pedagog va o'quvchidan yangicha bilim hamda tafakkurga ega bo'lish, o'z ustida doimiy ishlashni talab etadi. Litseyda ingliz tili bilan birga fors, urdu, arab, xitoy, fransuz, nemis, pushtu, dariy tillari ham o'rgatiladi. Shu kunga qadar o'quvchilarning ko'pchiligi xalqaro IELTS sertifikatiga ega bo'lgan. Harbiy akademik litseyning an'anaviy ta'lim maskanlaridan ajralib turadigan o'ziga xos jihatlaridan yana biri Amir Temur merosini o'rganish markazi tashkil etilganligidir. Bu yerdagi 3D ko'zoynaklar yordamida yurtimizning tarixiy qadamjolariga virtual sayohat qilish, tarixiy davrlarga oid obidalarni ziyorat qilish mumkin. Prezidentimizning ta'kidlaganlaridek, o'sib kelayotgan yosh avlodga Temur tuzuklarining har birini alohida ilmiy o'rgatish va undan kerakli, maqsadli xulosalar chiqarish zarur. Bu tuzuklardagi hikmatlar ona vatanga sadoqatli, jasur, mard o'g'lonlarni tarbiyalashda juda qimmatli manbadir. Ta'lim muassasasida 20 ming kitob fondiga ega zamonaviy kutubxona bor. Buyuk ajdodlarimizning yurt ozodligi yo'lida ko'rsatgan jasorati va qahramonligi haqidagi kitoblarni o'qib, ulardek bo'lishni orzu qilmagan insonni topish mushkul. Davlatimiz rahbari, Davlat xavfsizlik xizmati, Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyida tahsil olayotgan intiluvchan va umidli yoshlarga katta umid va ishonch bildiradilar. Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda o'tkaziladigan test sinovlarida o'zlari to'plagan ballarning 30% miqdoridagi, respublikaning boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda esa o'zlari to'plagan ballarning 15% miqdoridagi qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyoz beriladi. Temurbeklar maktabini imtiyozli diplom bilan tugatgan bitiruvchilarga tarkibida Temurbeklar maktabi bo'lgan vazirlik va idoralarning tegishliligi bo'yicha oliy harbiy yoki ixtisoslashtirilgan bilim yurtlariga test sinovlarisiz harbiy kasbiy saralash tadbirlarini muvaffaqiyatli o'tish natijalari bo'yicha kirish huquqi beriladi.